Menga duo ketgan pirogim umuman o'xshamaydi deydigan qizlar bu videoni oxirigacha ko'rsin. Hamma sirlari bilan eng ideal pirog retseptini siz bilan bo'lishaman. Ishimizni idishimizga 4 ta tuxum, chimdim tuz va shakarni solib, shakarlarimiz to erib ketmagunicha yaxshilab venchik yoki mikserda aralashtiramiz. Massamiz ustiga o'simlik yog'ini solib, uni ham yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Xona haroratidagi qatiqqa qoshiqcha uchida chayni soda solib, reaksiyaga kirgiztirib, massa ustiga solamiz va aralashtiramiz. Suyuq massalar tayyor. Endi navbat quruqlariga un hamda razrixlitelni elakdan o'tkazdirib, oz-ozdan to quyuq massa bo'lgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor massamizni yog'langan listga solib, xohishga ko'ra bezatamiz. Pirogimizni avval 180 gradusda 10 daqiqa, 140 gradusda 30 daqiqa davomida pishirib olamiz.